Opa, 2 satr gul kamlik qilmaydimi? Sen jinni bo'lib qopsan. Hozirdan shunaqa gul bersang, ertaga to'yingda daraxt berasanmi? Halon tug'ilgan kuni bor, radomdan chiqishi bor. Hozir o'zim tanlab beraman. Mana. Bittami? Zato uzun. Opa, bo'lajak keliningizga mana shu brilliant olmoqchiman. Nima deysiz? Voy. Sen jinni bo'lib qopsan. Hozirdan xotiningga 12 minglik brilliant olib bersang, ertaga boshingga chiqib uy qiladi. Ha, bunda qanaqasini olib bering? Men qara, menga pochchem berganlar rosa ko'p uyda. Men senga beraman, pulini bo'lib to'laysan. Qanaqa brilliant u? Taqilgan. Hamma narsani arzon oldirib turib, oxirida men nima qimmatlatsiya olib kelib qo'ydingiz? Kim aytdi? Senga Hoffmanni qimmatdi. Prosta qimmat-ku. Hoffman brend bo'lgani uchun, premium segmentdagi uylarga qo'yilgani uchun hamma qimmat deb o'ylaydi. Aslida-chi? Aslida juda ham arzon, sifati bo'lsa yuqori darajada. Men qara ukam, guling so'lib qoladi. Brillianting narx tashaveradi, lekin Hoffman brendi hech qachon eskirmaydi. Men qara, to'yimga necha yil bo'ldi? 6 yil bo'ldi. 6 yildan beri mana kelin bo'lib tushgan uyimda Hoffman texnika hali tiq etgani yo'q. O'shaning uchun hamma remont qilgan uylarimga Hoffmandan texnika qo'yganman. Uyga, remontga nima olsang ol, lekin texnikani Hoffmandan ol. Chunki sifatli.